Hello obunachilar, sizlar bilan mana o'sha Lord Mail. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda qanday qilib suvni 1 sekundda ichishni o'rganamiz bolalar. Mayli bolalar, bu shunchaki hazil edi. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda biz O'zbekistondagi eng kuchli top 3 Minecraft'ni ko'rib chiqamiz bolalar. Eng kuchli deganimda nimani nazarda tutdim? Ya'ni eng chotki videolar montaj bo'ladigan va eng kreativ video oladigan youtuberlar, ya'ni Minecraft yo'nalishida. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Video boshlanmasdan albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin bola. Bu mening yangi kanalim, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning maqsadimiz bo'lsa albatta 1K bo'lish va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha O'zbekistondagi eng zo'r youtuber kim? Va biz videoni boshladik. Bizda 3-o'rinda bo'lsa albatta bola sizlar tanigan o'sha Shahinjon. Nimaga Shahin? Chunki Shahinning videolarini ko'rsanglar ham вообще vaqt ko'p ketadigan va montajlari ham o'ta chotki bo'ladi. O'zingizlar ham albatta Shahinning videolarini ko'rgansizlar. Shuning uchun men Shahinni 3-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Mana videolarini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunaqa videoda qancha vaqt ketadi olishga bolalar. O'zi Minecraft survival qilsanglar ham 10 kun survival ham o'zi вообще qiyin bola, shunaqa uzoq vaqt ketadi. Bu birat buncha narsani qanday qurishga ulguradi bilmadim, ammo endi bu yog'ini o'zidan so'rab olasizlar. Albatta bolalar 3-o'ringa qo'yishga arziydi, chunki bu Shahin bolalar videolari o'ta prosta wow bola. Birinchi ko'rganimda men og'zim ochilib qolgan. Bunaqa odamlar O'zbekistonda ham bormi? Ahuyada bola bor ekan. Bu albatta Shahin. Men hali O'zbekistonda bunaqa kontent hech kimni ko'rmadim bola. Shuning uchun Shahin 3-o'rinda. Albatta like bosing va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Va biz bola Shahinning montajiga biz bola 10 dan 9 beramiz. Chunki montaji o'ta chotki. Nimaga 10 dan 9? Chunki hali oldinda bundan ham chotki youtuberlar bor. Montaji вообще chotki youtuberlar ham bor. Shuning uchun albatta videoga like bosing, videoni oxirigacha ko'rish. Вообще esdan chiqmasin bola. Da bola, mana sizlar 3-o'rinni ham ko'rib oldinglar. Endi navbat bizda 2-o'ringa. 2-o'rinda o'tishdan oldin albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Va bizda 2-o'rinda albatta bu sizlar tanigan o'sha Prismarine da bola. Nimaga aynan Prismarine? Chunki Prismarine videolari вообще zo'r chiqadi. O'zingizlar ham ko'rgansizlar albatta o'sha biratni. Ayniqsa videolardagi animatsiyalar qo'shib video qilishi вообще chotki bola. O'zbekistonda bunaqa animatsiya bilan video oladigan odamlar вообще kam emas, atigi 3 ta. Ulardan birinchisi Prismarine, ikkinchisi Umar Blade, uchinchisini bola keyin bilib olasizlar kimligini. Ha, men Prismarine'danman. Men mana bu poyezdni egasi va haydovchisiman. Ha, tanishganimdan xursandman. Xullas, ko'ringlar, poyezdni tomosha qilinglar bemalol. Bu ana u tarafdagi naqshlarga qaranglar. Yurtimda yuzim chizilgan ekan. Qani, juda ham zo'r poyezd o'zi qanaqa ishlaydi? Ko'mir bilanmi? Ha, bu eski texnologiya, lekin hali ham zo'r. Mayli bolalar, yaxshi qo'ringlar. Bo'pti, ketdik mana. Joyimizda o'tiramiz. Nimani o'ylayapsan, va? Ya, hech nimani. Prosta haydovchi menga ovoz yoqib qoldi. Okay. Nima bu ovoz? Ana u yerda bir kishi qo'ragan. Mana bola Prismarine videosidan ozgina lavhani o'zingiz ham ko'rib oldingiz. Bunaqa videoni albatta sizlar hech qayerda ko'rmagansiz. Va biza bola shuning uchun Prismarine animatsiya va montajlariga bola 10 dan 10 beramiz. Nimaga Prismarinega 10 dan 10, Shahinga 10 dan 9 berdingiz desanglar bola. Shahinning videolariga uzoq vaqt ketishi mumkin, lekin Prismarine videolari albatta sifatliroq bola. Videolarda o'zingizlar ham ko'rdinglar, agar menga ishonmasanglar o'zingizlar ham ularning kanaliga kelib ko'rishingiz mumkin bola. Va bola bo'lmasa bizda 2-o'rin shu Prismarine bo'ldi, 3-o'rinda esa Shahinjon va bizning 1-o'rinimiz albatta o'sha sizlar kutgan Artifact. Yo'q, bola, bu shunchaki sizlar bilan yana bir marta hazillashdim. Artifact normal youtuber, lekin unaqa videolari kreativniy va вообще zo'r chiqmaydi. Shuning uchun bola bizda 1-o'ringa albatta o'sha sizlar tanigan Hackerni qo'ydik.
Hay bolalar, mana heykelni kanallarni ko'rdinglar, shu kanallarni ko'pligini qarab, buncha kanalga video qo'yishni qanday qilib ulguydi va вообще bilmadim bola уже. Men videosini ko'ringlar sizlar bitta bolalar. Keyin heykelga qanday baho berishni o'zingizlar bilasizlar. Nimaga birinchi o'ringa qo'yganimni qaramoqsan, videoni tomosha qilamiz. Bo'laman. Va qanaqa yangiliklar ekan deb kompyuterimga o'tiraman. Ko'cha esa o'sha oddiy zerikarli kun o'tmoqda. Hayotdan zerikishni istaysizmi? Unda ikkinchi olamga keling. Eng zerikarli olamlardan biri. Havo yaxshi. Xabar ko'chaga qaraylik, kimlar bor ekan? Umar, qandaysiz? Nima ertalabdan qayerga boryapsiz? Kinoteatrga borish uchun charchoq chiqyapman. Kakra zerikib turdim. Men ham mayli yaxshi bo'laydi. Xo'p, qornim ochdi. Qayerda yaxshi KFC bor? KFC yesammikan yo osh yesammikan? Ikkovi ham yaxshi-da. Yo, Heker, charchoq chiqar. Yo, Heker. Yo, qanday? Stop. Sizni boya mashina urib ketdi-yu? Charchoq ketdi-da. Yo'q, men shom emas. Sen Umar emassan. Okey, nihoyat restoranga ham keldim. Endi kirib nimadir zakaz qilsam bo'ldi. Sizda pishirilgan tovuq bormi? Jalot. Men bu musirni yemayman. Nima? E? Mayli, yemaysan. Agarda meni oktagonda yutsang. Oktagon? Xonimlar va janoblar, Oktagonga xush kelibsizlar. Mening tomonimda shunchaki Hacker va chop tomonimda esa KFCchi Giga Chad. Ko'ramiz bu jangda kim g'olib bo'lar ekan. Qani unda boshladik. Ana bola Heykerning videosini o'zingizlar ko'rib oldinglar. To'xtanglar bola, Heykerning yana bitta kanali qolib ketibdi. Mana u. Yo degan kanal yana bilmadim bu Heykernikini o'zi. Lekin Heykerning videosi bor ekan. Da bola menimcha bu kanalni ko'tarib sotib yuborgan shekilli. Shuncha kanalni o'zi nima qiladi bu Heyker bilmadim. Ayniqsa shuncha video chiqarishga qanday ulguradi? Hamma kanalni ko'rib chiqdi, hammasiga o'zi video qo'yib chiqqan. Ba'zi kanallarga hozir ham video qo'yayotgan. Xuya, brat. Shuncha vaqtda qayerdan topadi bilmadim. Shuning uchun Heykerga biza 10 dan 100 qo'yamiz bolada. Bola chunki bu Heykerning videolari shunga arziydi bolada. Kommentariy yozib qoldiringlar Heyker yoki birinchi o'ringa Artifact bolada. Men uchun esa Heyker bola chunki Heykerning videolari wow, prosta bomba bola. Hammalar ham ko'rgan bo'lsanglar, o'zida hozir ko'rdinglar o'zi animatsiya ham montaj вообще gap yo'q. Shuning uchun 10 dan 100 qo'yishga albatta arziydi va bu videomizdan Heyker birinchi o'rinda bo'ladi. Va bola keyingi videoda O'zbekistondagi top 3 nimalikni qilaylik, shuni kommentariyga yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib qo'yish вообще esdan chiqmasin va videoga like bosib qo'ying. Bizning maqsadimiz bo'lsa albatta 1K bo'lish.